قال عليه الصلاة والسلام من أخرج من طريق المسلمين شيئا يؤذيهم كتب الله له به حسنة ومن كتب له عنده حسنة أدخله بها الجنة. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytты, kimde musulmonlarning yo'lidan ularga g'azab keltira turgan narsani olib qo'ya ekan, Alloh ana shu amali uchun ajr savob yozashaq. Kimga Alloh ajr savob yozar ekan, ularni jannatga kiritashak. Bu hadisni o'qigandan so'ng bizning ko'z oldidan nindi yo'l ko'z oldidan keladi? Ha? Kishilar yuradigan yo'l, ya'ni jayyo bo'lsinmi, mashina bilan yuradigan yo'l bo'lsinmi? Bu hadisda bu yo'l g'inami? Bu hadisga to'g'ri kimlar kiradi? Olimlarimiz, ya'ni ilm taratuvchilar, islom dinini taratuvchilar. Nega kiradilar bu hadisga? Ha? Chunki ular musulmonlarning Allohga boradigan yo'llarini jinglatadilar. Allohga boradigan yo'llaridan ularga shu yo'lni o'rata turgan narsalarni olib qo'yar. Narsa u? Bid'atlar, ya'ni dinga kirgan yangiliklar, shirk, shayton, harom, bu gunohlar, barisi. Hamda bugungi kunda olimlarimiz, dinni taratuvchilar, shu dinga yangilik kirituvchilar bilan ishlar kurashadilar. Musulmonlarning yo'llaridan shitartalar, ham musulmonlarga shu ilm taratuv sababli Allohga boradigan yo'llarini jinglatadilar. Anladingizmi?